Hozir suv ichib o'tirib bir narsa esimga tushib ketdi. Idishga qarab o'tirib, hali mehmon uchun bo'ladi, chiroyli idishlar. Bilasizlar, sizlarda ham shunaqa? Mehmonlar uchun bilan mehmon ketishi bilan hali bir xil idishlar olib qo'yiladi, bir xil tarelkalar olib qo'yiladi, chiroyli dasturxonlar yig'ishtiriladi. Biz uchun oddiy idishlar, oddiy tarelkalar, eski ko'rpachalar, masalanda shunaqa. Men shaxsan shu narsa juda menga yoshligimdan bir boshqacha ta'sir qilardi. Nimaga endi mehmon? Mehmon otangdan ulug'. Yo'q, mehmon unaqa emas. Mehmon otangdek ulug' deyilgan. Otangdek ulug'. U degani otang ham, mehmon ham bir xil. Teng. Otangdan ulug' emas o'zi. Menimcha shunaqa. Otangdek ulug' bo'lsa kerak. Hali otamda o'lishini bilganimda deyilgan. Bir xillar shuni ham maqolda ham otamda o'lishini bilganimda kepak narxiga sotib yerdim deydi, bilasizmi? U ham haligida maqolda otamda ekan, otamda emas ekan. Demoqchimanki, mehmon biz bilan teng bo'lish kerak. Men masalan shaxsan chiroyli idishlarda o'zim uchun. Mehmon kelsam shu idishni tutaman. O'netga alohida qilib turib mehmonga taklif qo'ymayman idishni. Meni bilganlar biladi. Balkim bir xil oilalarda ham shunaqa, oilalarda ham shunaqadir. Lekin men uchun mehmon bilan manzivani ham teng. Teppa-teng. Men mehmon uchun alohida idish tayyorlab qo'ymayman burchakka taklif. Kelsa shu men ichganimda ichadi. Nimaga endi men nima yillab savobini kutayotganim u idishlar? Qachon biz ham ishladilar-ku bizni? Yo'q, ishlating, iching. Chiroyli tarelkalarda dasturxon bezang. Shohona yashang. Hali 5 kunimiz bormi, yo'qmi? Chiroyli yashang. Chiroyli hayot kechiring. Men shaxsiy fikrim edi bu.